Assalomu alaykum, men ismim Diloramxon. Robot akademiyasi ochilgandan buyon faoliyat olib boraman. Bugun sizlarga ota-onalardan ko'pgina kelib tushgan savollarga javob berishga qaror qildik va bu video siz uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Birinchi o'rinda robototexnika o'zi nima? Shu savolga javob beradigan bo'lsak, robototexnika bu juda ham keng soha hisoblanadi. Bu o'z ichiga mexanika va dasturlashni qamrab oladi. Siz har kuni do'konda o'zi ochiladigan eshiklarni ko'rgansiz yoki uyingizda robot pilisos ishlaydi. Buni ko'rganda albatta bular qanday yasalishini farzandingiz qiziqadi. Robototexnikada esa biz mana shunday robotlarni qanday yasashni va ularga buyruq berishni o'rgatamiz. Robototexnika kursimizda o'quvchilar nimani o'rganishadi? Bizda dastur o'quvchilarni yoshlariga moslashtirib ikki turga bo'linadi. Birinchisi 9 yoshdan 11 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar uchun. Bunda o'quvchilar birinchi bo'lib o'zlarini video to'plamlari orqali robotlarni yasab ko'rib, ularni harakatlantirishni o'rganishadi. Keyinchalik esa ular Spike to'plamida murakkabroq bo'lgan robotlarni yasab ko'rib, kod bloklari yordamida dasturlar tuzishadi va yasagan robotlarni harakatga keltirish va ularga funksiya qo'shishni o'rganib chiqishadi. Undan keyin esa biroz murakkablashgan, ya'ni haqiqiy robototexnika hisoblangan elektronika va Arduinoga o'tiladi. Elektronika va Arduinoda o'quvchilar nimani o'rganishadi? Birinchi o'rinda elektron qurilmalarni yig'ish, sxemalar yig'ish, aqlli chiroqlar qanday ishlashi hamda svetoforlarni, dasturlarni tuzishni o'rganishadi. Albatta bu birinchi bosqichlardan hisoblanadi. IoT va 3D modellashtirish. Bu o'quvchilarga aqlli qurilmalar, ya'ni hozirgi kunda ommalashayotgan aqlli uylar va masofadan boshqariluvchi robotlar, bularning barchasi IoT orqali boshqariladi. Ya'ni bunda o'quvchilar o'zlari yasagan robotlarni datchik va sensorlardan ma'lumotlarni qabul qilib, ularni masofadan turib boshqarishni o'rganishadi. 12-15 yoshli o'quvchilar uchun dasturimiz qanday tuzilgan? 12-15 yoshli o'quvchilar birinchi bo'lib o'zlarini Spike to'plamlari orqali robotlar yasashni boshlashadi. Ular ilk yasagan robotlarni kod bloklar yordamida dasturlashni o'rganishsa, keyinchalik ular yasagan robotlarni haqiqiy dasturlash tili, ya'ni Python asosida qanaqa funksiyalarni bajarishlarini buyruqlar yordamida berishni o'rganishadi. Keyingi bosqichda o'quvchilar IoT, ya'ni internetga ulanuvchi qurilmalarni mobil ilovalar yordamida boshqarishni va o'sha mobil ilovalarni yaratib, datchiklardan qabul qilgan ma'lumotlarni ana o'sha yerda ko'rishni va boshqarishni o'rganishadi. Keyinchalik esa o'quvchilarimiz o'zlarini murakkab bo'lgan loyihalarni yasashni boshlashadi. Masalan, oddiygina olaylik. Sanoat robototexnikasida qo'llaniluvchi robot manipulyator qo'llar. Bularni qanday ishlash mexanizmlarini o'rganib chiqib, ularni noldan boshlab yig'ishni va ichiga dasturlarni yozishni o'rganib chiqishadi. Hozirgi kunda eng dolzarb bo'lib kelayotgan AI, ya'ni sun'iy intellekt yordamida ham o'quvchilarimiz o'zlarini dasturlariga buni qo'shgan holatda robotlarni yanada hozirgi zamonga mos ko'rinishda yasashadi. Kursimizni tamomlagandan so'ng o'quvchilar qanday ko'nikmalarga ega bo'lishadi? Birinchi bo'lib ular muhandislik g'oyalarini yo'lga qo'yishadi, ya'ni har bitta ko'rgan qurilmalarini foydalanishni emas, uni qanday qilib yasab ko'rishni va ichki qurilmalari qanday tuzilganligiga qiziqishadi. Keyin esa ular hayotida duch kelayotgan muammolarni texnologik jihatdan hal qilish ko'nikmalarini oshirishadi. O'zi yaratgan g'oyalarini startap ko'rinishida professional darajada taqdimot qilishlarini o'rganishadi. Ya'ni yaratgan robotlarini qanday qilib ishlashini omma oldida bemalol tushuntirib berish qobiliyatiga ega bo'lishadi. Xulosa qilib aytganda, farzandingiz faqatgina texnologiyalardan foydalanuvchi emas, balki ularni yaratuvchi yosh muhandis bo'lib yetishadi. Assalomu alaykum, ismim Lazakat. Robot akademiyasida 1 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Robot akademiyasidagi 6 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan o'quvchilar uchun mo'ljallangan kurs haqida ma'lumot berib o'taman. Bu yoshda bolalarda dunyoni o'rganishga bo'lgan qiziqish juda ham katta bo'ladi. Bizning vazifamiz esa o'quv jarayonlari orqali ularni qiziqishlarini to'g'ri yo'naltirishdir. Ularni qanday qilib o'rgatamiz? O'quv dasturimiz 1 yilga mo'ljallangan bo'lib, har xil bosqichlardan iborat bo'ladi. Birinchisi kompyuter savodxonligi. Bunda o'quvchilar kompyuterni qanaqa qilib boshqarish kerakligini, sichqonchadan to'g'ri foydalanishni va mantiqiy o'yinlar orqali fikrlashni o'stirishadi. Keyingi bosqichda o'quvchilar sodda kod bloklari yordamida o'zlarini multfilmdek o'yinlarni yaratib ko'rishadi. Bu yerda esa ular o'zlarining ijodkorliklarini his qilishadi.
Eng qizig'i robotlar. Biz shunchaki robotlarni yasamaymiz. Ular qanday qilib harakat qilishini, to'siqlarni aylanib o'tishini ham o'quvchilarga o'rgatamiz. Har 2 oyda esa farzandingiz bilan birgalikda demo dayga tashrif buyurishingiz mumkin. Bunda siz farzandingiz real darslarda nimalarni o'rganayotganini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. 1 yildan keyin farzandingiz nimalarni o'rganadi? U asosiy 3 ta ko'nikmalarni o'zida mujassam qiladi. Birinchisi mantiqiy fikrlash. U mantiqiy fikrlashni o'rganadi. Har qanday muammoni kichik qismlarga bo'lib, yechim topa oladi. Ikkinchisi diqqat va sabr. Murakkab robotlarni yasab ko'rgani kabi, boshlagan ishini oxiriga yetkazishni ham o'rganadi. Va eng muhimi texnologik savodxonlik. O'quvchi gadjetlardan to'g'ri foydalanishni o'rganadi. Kompyuter va telefondan faqatgina o'yin o'ynash uchun emas, foydali ishlarni amalga oshirish uchun ham foydalanishni boshlaydi. Umumiy olganda 1 yil davomida o'quvchilarga biz shularni o'rgatib boramiz. Assalomu alaykum. Ismim Amirxon. 1 yildan beri Robitda ustoz bo'lib ishlab kelaman. Robitda dasturlash yo'nalishi bo'yicha bolalarga dastur beramiz. Hozir dasturlash o'zi nimalik haqida qisqacha tushuntirib bermoqchiman. Dasturlash o'zi nima? Dasturlash bu buyruq berish. Ya'ni siz farzandingizga misol uchun buyruq berishingiz mumkin. 15 daqiqadan keyin shu ovqatni olovini pasaytirib qo'ying. Dasturlash ham xuddi shunaqa. Ya'ni shu tugma bosilsa, shu xabarni mana shu odamga yuborgin degan buyruqni kompyuterga beramiz. Shu narsa dasturlash bo'ladi. Biz har kuni ishlatadigan dasturlar, ya'ni Telegram, Instagram yoki YouTube, bularning hammasi dasturlash orqali yaratilgan bo'ladi. Biz bolalarga ushbu dasturlarni ertalabdan kechgacha tomosha qilishlarini emas, shu dasturlarni o'zlari yaratishlarini o'rgatamiz. Biz Robitda aynan dasturlash yo'nalishida bolalarga nimani o'rgatamiz? Hozir dasturlashni umumiy nima ekanligini tushuntirdim. Dasturlash ham xuddi shifokorlik kabi keng soha, ya'ni uni ham alohida yo'nalishlari bo'ladi. Bizning dastur 2 yosh oralig'iga bo'lingan bo'ladi. Ya'ni 9 yosh va 11 yosh oralig'idagi bolalar uchun alohida, 12 yosh va 15 yoshlik bolalar uchun alohida dastur rejamizga bo'lingan bo'ladi. 9-11 yoshli bolalar uchun bizni dasturlash yo'nalishimizda bolalar nimani o'rganishadi? Scratch va Tinkercad. Bu nima? Scratch va Tinkercad orqali bolalar mantiqiy fikrlashni rivojlantirishadi, muammolarga yechim topishni o'rganishadi, dasturlashni boshlang'ich bilimlarni o'rganishadi va 3D modellash nima ekanligi haqida tushuncha olishadi. Website low code. Bu nima? Bolalar birinchi o'zlarining veb-saytlarini kod yozmasdan turib, low code, ya'ni kodsiz yaratishlari mumkin bo'ladi. Bu bilan veb-saytlar qanday ishlash haqida boshlang'ich bilimga ega bo'lishadi. Figma dasturi nima? Xuddi muhandislar binolarni qurishdan oldin uni kichik maketini yasashgani singari, dasturchilar ham o'z dasturlarini yaratishdan oldin uni kichik ko'rinishini chizib olishlari kerak bo'ladi. Ya'ni bu uchun Figma dasturidan foydalanib, bolalarga Figma dasturida qanday qilib o'z dasturlarini oldindan chizib olishlarini o'rgatamiz. Telegram bot, ya'ni kichik yordamchi desak ham bo'ladi. Telegram bot orqali bolalar ma'lum ishlarni avtomatlashtirishni o'rganishadi va bu bilan kichik muammolarga yechim topishlari mumkin bo'ladi. Va yana o'rgatadigan dasturlashtirimizdan biri Python. Python bu dunyodagi eng keng tarqalgan dasturlashtirlardan biri hisoblanadi. Python orqali haqiqiy real dasturlarni yaratishlar mumkin bo'ladi. Pythonni boshida basic ko'rinishda o'rgatamiz, ya'ni boshlang'ich o'rgatamiz. Keyinchalik chuqurlashtirilgan holatda real loyiha qila oladigan darajada Python dasturlash tilini o'rgatamiz. HTML, CSS va JavaScript. Bular nima? Bular ham xuddi Python singari dasturlash tili hisoblanadi. Faqat boya yo'nalishni ikkiga bo'lganim singari Python dasturning orqa qismini ishlatish uchun kerak bo'lsa, HTML, CSS bilan JavaScript ko'rinish qismini yaratish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni JavaScript dasturlashtirish orqali Zoom, OLX yoki shunga o'xshagan saytlarni, veb-saytlarni yaratishimiz mumkin bo'ladi. Kurs yakunlanganda o'quvchimizda qanday ko'nikmalar paydo bo'ladi? Birinchi navbatda o'quvchimiz katta muammolarni kichik bo'laklarga bo'lib yechish mumkinligini o'rganadi va muammolarga yechim topish ko'nikmasi shakllanadi. Kurs yakunlanganda o'quvchimizni bemalol kichik dasturchi desak bo'ladi. 12-15 yoshli bolalar uchun esa xuddi shu dasturlar murakkab holatda o'rgatiladi. Qo'shimchasiga AI integratsiya ham qo'shiladi. Ya'ni o'z dasturlarini AI sun'iy intellekt orqali rivojlantirishlari mumkin bo'ladi. Kurs yakunlanganda ikkala yosh toifasidagi o'quvchilar uchun ham real loyiha qilish darajasida ko'nikmalar bo'ladi. Ya'ni kurs davomida ham real loyiha qilib ko'rishligi mumkin bo'ladi. Misol uchun Zoom yokida OLX yokida shunga o'xshagan real dasturlarni klon versiyasini, ya'ni xuddi birga bir kopiya versiyasini yaratib ko'ramiz va bu bilan real dasturlar qanday ishlashini, ichida qanday amallar bajarilayotganini bilib olishlari, tushunib olishlari mumkin bo'ladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Biz bilan birga bu yo'lni bosib o'tayotganingiz uchun rahmat. Farzandingizning muvaffaqiyatlari hal oldinda.